Mana hozir ko'p fuqarolarimiz ham aldanib qolyapti-da, ularga qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Mana birinchidan nimaga aldanyapti-da? Aldanadigan odamlarni ham men birinchi ularga beradigan tavsiyam shunday, nafsingizni tiying degan bo'lardi. Birinchi. Ikkinchi, ularga aytadigan gapim, osmondan tushib qolgan pul bilan siz farzandlaringizni boqmang degan bo'lardi. Chunki sizga 70 mingingizga 130 ming daromad kelganligi ishqiboz bo'lib turib, nimaga qopqonga tushib qolyapsiz? Bu bilan faqatgina o'zingizni o'sha jinoyatchiga sherik bo'lyapsiz. Aniq jinoyatchiga sherik bo'ldi, chunki o'sha davlat byudjetini mablag'ini undiruvchi birinchi subyekt kim bo'lyapti? O'sha nimaga firibgarga aldangan inson bo'lyapti. Endi uni ham javobgarligi bor. U faqatgina guvoh sifatida o'tmaydi. Agar xabar beruvchi sifatida bo'ladigan bo'lsa, shunaqa bo'lyapti deb undan foydalanmagan holda bergan bo'lsa, u intizomli, soliq to'lovchi, o'zini masalan deylik haqiqiy bir halol pokiza inson sifatida namoyon qiladi. Xabar bermasdan foydalanadigan bo'lsa, jinoyatchiga sherik bo'ladi deb aytish mumkin bo'ladi. Shuning uchun ularda iloji boricha bu narsani keng shunaqa holat bo'layotganini biz hozir mana shu nimaga kelishdan oldin men o'zim markazimda eshitgan bo'lsam, mana hozir savol berish jarayonida shu narsani qildi. Demak, bu narsani men bilmaganimdan keyin, boshqa odam bilmagandan keyin ertaga bu qopqonga nafsiga erk bo'lgan odamlar tezroq tushib qoladi. Ularga biz ogohlantirish nimasini berishimiz kerak. Shunaqa tushib qoladigan bo'lsang, sen ham o'shanga sherik bo'lib qolasan degan narsani onga yetkazishimiz kerak. Bu holatda yana ikkinchi tomoni, endi bunaqa holatlar bo'lmasligi uchun soliq organlaridagi sezgirliknimi, hushyorliknimi oshirish kerak deb o'ylayman. Kamera proverkalar orqalimi yoki bo'lmasam shu korxona masalan mayli endi ro'yxatdan o'tdi, bitta darcha orqali bo'lyapti. Hozirga o'xshab haligi korxonani ochish, firmani ochish boshqa degan narsa uchun oylab yoki bo'lmasam deylik haligi yillab ovora bo'lib yurmaysan. Xuddi bording, senga bir kunda yoki bo'lmasam bir soatda boshqada ro'yxatdan o'tyapsan, shu narsani qilyapsan. Oxiri nima bo'ladi? Men qochib keta olaman degan haligi xayolga boryapsanmi demasligi uchun shuni qayta bu qaysinisi nima qilyapti? Bu o'sha hushyorlikda oshirgan holda deganim, endi kamera proverkani ham o'sha qoidalari bor, qonun qoidasi. Hozir masalan deylik, qaysidir subyektga borib tekshiraman desang, biznes ombudsmandan ruxsat olishing kerak, boshqa qilishim kerak, o'zingizcha borib turib tekshira olmaysiz. Mana shularni e'tiborga olgan holda raqamlashtirish orqali, sun'iy intellektni imkoniyatdan foydalanish orqali qanday buni oldini olish mumkin ekanligi to'g'risidagi tadqiqot ishlarini olib borib turib, shuni amaliyotga joriy qilishni ham yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman.